Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston terma jamoasi mart oyida yig'in olib boradi va FIFA Series musobaqasida ishtirok etadi. Gabon, Venezuela hamda Trinidad Tobago termalariga qarshi o'yinlarda ishtirok etish uchun chaqirilgan futbolchilar ro'yxatdan 6 nafar yangilar o'rin oldi. Muhammad Rasul Abdumajidov, Behrouz Karimov, Jahongir O'rozov, Umarali Rahmonaliyev, Ibrohim Ibragimov, Sherzod Temirovlar. Endi esa sizlarni tarkib bilan tanishtirib o'taman. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Navbahor, Abduvohid Ne'matov, Nasaf, Otirali Ergashev, Neftchi. Himoyachilar: Rustamjon Ashurmatov, Istiqlol Eron, Umarbek Ishmurodov, Nasaf, Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya. Muhammad Rasul Abdumajidov, Hojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Muhammad Qodir Hamraliyev, Paxtakor, Behrouz Karimov, Surxon, Jahongir O'rozov, Dinamo, Farruh Sayfiyev, Neftchi. Yarim himoyachilar: Umarali Rahmonaliyev, Sabah Ozarbayjon, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov, Akmal Mazgovoy, Paxtakor, Alisher Odilov, Jamshid Iskandirov, Neftchi, Otabek Shukurov, Baniyas, Birlashgan Arab Amirliklari, Azizjon G'aniyev, Al-Batayx, Birlashgan Arab Amirliklari, Oston O'rinov, Persepolis, Eron, Odiljon Hamrabekov, Traktor, Eron. Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Istanbul, Bashakshehir, Igor Sergeyev, Persepolis, Eron, Sherzod Temirov, Erbil, Iroq. Shuningdek, Abbosbek Fayzullayev, Hojimat Erkinov kabi futbolchilar ro'yxatdan o'rin olmadi.